Kirib kelishimiz mana darvozamiz mana. Kirib kelishda kafil qilingan, polni kafillari bor, mana kafillari bor. Chap tarafda banya tualetlari bor, banya to'pli pol bo'lgan. Mana hovlimiz katta, polni kafil qilingan. Bu tarafda mana bu tarafda betonlarimiz bor. Bu yoqqa o'z xolaganda uy-joy qurasiz bo'ladi qo'shimchasiga. Mana bu tarafda uylarimiz. Mana uylarimiz katta ketgan, shunaqa 10 xona uyimiz bor, 10 xona yashashga bo'ladi. Remontlari ja unaqa zo'r bo'lmasa ham normal yashasa bo'ladi. Pulingiz bo'lsa o'zingiz olib, misol uchun buzib, boshqatdan o'zingizga qulay zo'r qilib qurasiz bo'ladi-da, o'zingiz uchun sharoit yaratib olsangiz bo'ladi. Mana 10 xona bu tarafda uchgan, bu taraf 2 etaj yozgan tapchanlarimiz bor, 2 etaj. Mana hovli, orqada ham dalamiz bor, orqada katta. 17 sotiq kadastrga kiritilgan joyimiz 17 sotiq. Atak общий joyimiz 25 sotiq. 25 sotiq joy. 17 sotiq kadastrda bor, qolgani yo'q. Olgan odam kadastrga qo'shib oladi. Egalari bilan gaplashasizlar, kelishasizlar, bemalol qo'shib olishlari mumkin. Bu yoqda katta xonamiz bor. Spalni. Mehmonxona. Mehmonxona. Mana katta mehmonxonamiz bor-da, mana. Bu yoqda mehmonxona bor. Mana normal remontlari yashasa bo'ladi-da, normal joy. Dars ketdik. Hovli katta. Platinalik yuk qilaman, shu yerda yuk o'tkazaman degan aka-ukalarimiz uchun zo'r joy. Bemalol yuklaringni qo'yib, bemalol platina yaqinda. Shunday yuklarni olib chiqib, bu yerdan soqqani qilaverasizlar. Tepaga, pastdan tepaga, tepadan pastga deydi. Soqqani qilaverasizlar. Gazxonamiz sal ko'rsatamiz, kichkinaroq mana. Gazxona, bu yoqda ovqat qilinadi. Mana gazxonamiz. Mana remontlari normal holat endi. Pisha yashab turish ob yashasa bo'ladi-da. Keyin o'zlaringga moslab chiroyli qilib olaverasizlar. Gaz, suvdan muammo yo'q. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. O'chmaydi bu yerda. Qish yozin o'chmaydi gaz, suv. Limit degan narsa yo'q bu yerda. Bez limit bilan. Bez limit. Mana bu yoqda огородimiz bor. Katta огород. Katta огород. Mana bu orqalari bilan. Orqalari bilan polni katta огородimiz. O katta daraxt ko'ryapsizlarmi? Katta daraxt bor, katta daraxtdan bu yog'i. Mana shu. U uyni burchagidan o devor bor, devor tortilgan. O'sha yerdan o katta daraxtimizgacha. Mana katta joy. Общий joyimiz 25 sotiq, 17 sotiq dokumentda bor. Kadastrda 17 sotiq, asli 25 sotiq. Qolgani kiritilmaganda, olgan odam bemalol kiritib olaveradi. Joyimizning narxini 70 ming dollar deyapmiz. 70 ming zo'r variant. Buni hisoblasangiz-da. Olish kerak, uy qurish kerak, yashash kerak. Endi egalari bu yerga mehr bermaganda, olgan odam mehr beradi, qaraydi. Odam yashamagan uncha bu yerda, yashalmagan, uyga qaralmagan. Shuni hisobida uy shunaqa. Ja zo'r emas. Olish kerak bo'ldi, bosib olish kerak. Bosib oladigan joyi. Egalarning nomerini qoldiramiz, telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar. Bo'lishi 70 ming. Sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Podpiska, like esdan chiqmasin. Podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Yomon ko'p gapirdimmi? Normali chiqdimi? Ko'ramiz endi.